ishlaysan, birim ikki bo'lsin deb yugurasan, tinmaysan, kartan pulga to'lsin deb. Lekin bir vaziyatga sen e'tibor bermaysan, bank kartangning kodini hech yashirib termaysan. Goh do'konda hammaga pin kodingni aytasan, goh kafeda kartangni begonaga tutasan. Duch kelgan hammadan ham pulning qadrini kutma, SMS kodlaringni maxfiyligini unutma. Bank kartasi hamyoning, befarqlar pulsiz qoladi, ergashmasin izingdan moliyaviy xatolar. Alo. Assalomu alaykum. Sizga bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Sizning kartangizga hujum qilishmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash uchun telefoningizga yuborilgan SMSdagi kodni aytib yuborsangiz. 9933. Pulni topding va uni sarflashda ehtiyot bo'l. Ba'zan senga duch kelar yolg'onlarga to'la yo'l. Har qadamda topilar izingga tushuvchilar, yoki bironta xato qilishing kutuvchilar. Duch kelgan hammadan ham pulning qadrini kutma. Pul topish oson emas, buni aslo unutma. Bank kartasi hamyoning, befarqlar pulsiz qoladi, ergashmasin izingdan moliyaviy xatolar. Bundan keyin albatta bank kartangni yashirgin, pin kodlar va pulingga e'tiborni oshirgin. Karta pin kodlarini o'zing tergin har joyda, o'zing to'la hisobni, bu bo'lar senga foyda. Senga aytganlarimiz bir hayotiy hikoya, shaxsiy ma'lumotlaring o'zing bilsang kifoya. Duch kelgan hammadan ham pulning qadrini kutma, SMS kodlaringni maxfiyligini unutma. Bank kartasi hamyoning, befarqlar pulsiz qoladi, ergashmasin izingdan moliyaviy xatolar. Eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Sizning kartangizga hujum qilishmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash uchun telefoningizga yuborilgan SMSdagi kodni aytib yuborsangiz.